Assalomu alaykum. Mercedes Sprinter bozor obunachilari. Bugun sotuvimizda tayyor Mercedes-Benz dubl kabina. Kimga qiziq bo'lsa, video davomida narxlarni, ma'lumotini aytib o'tamiz. Video boshlanmasdan like bosishga tugmasini bosib qo'yamiz. Akalar, yili 1995-yilda ishlab chiqarilgan tayyor dubl kabina Mercedes-Benz. Oldi balonlari 80%. Oldi pistoletlari butun holatda akalar. Mashinaning motori 602, rullari gidravliki. Metan bilan jihozlangan. Ramalari butun. Orqa 4 ta balon yap-yangi. Hali ko'p yurmadim deyaptilar. Mashina dehqonda akalar. Salon qismlari olib minishga tayyor. Arpedalar butun holatda. Dubl kabina akalar, kimga qiziq bo'lsa. O'shan umuman kamchiligi yo'q, olib minishga tayyor, o'zim minib yurgan mashina deyaptilar akamiz. Ay qismlari butun holatda. Dubl kabina ko'pchilik bizdan so'rayotdi. Sotuvimizga tayyor kelib qoldi akalar. Orqa qismlari. Hali mol tashiman deganlar bo'lsa, orqasiga bitta tentovka qilib olsa, tayyor narsa akalar. Tayyor pul topar. Tayyor pul topar Mercedes-Benz. Radnoy holatda akalar, kesilmagan dubl kabina, zavodskoy. Balonlari yap-yangi. Rama qismlari butun holatda. Bortining uzunligi 360. Mashina umuman kamchiligi yo'q. Olib minishga tayyor mashina. Tay qismlari. Bemalol 4 tonnagacha yuk oladi. Kimga qizig'i bo'lsa agar. Shiraka blok deysizlarmi? Somon sezon yaqin. Bemalol olib tirikchilik qilsa bo'laveradi. Mashina tashqi ko'rinishi ham yomon emas. Prosta yuyilmagan, yo'li bo'yida bo'lgani uchun chang holatda turibdi. Bemalol aloqaga chiqib olsanglar bo'ladi. Buni narxi keladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib savdolashib olasizlar. Mercedes Sprinter bozor kanalini kuzatib borishda davom etamiz.